Retsept bilan sotiladigan dori vositalarini retseptsiz sotganlik uchun javobgarlik juda ham kuchaytirildi. Endilikda 5 yilgacha ham qamoq jazosi belgilanishi mumkin. Do'stlar, diqqat bilan eshitinglar, juda ham muhim mavzu. Demak, bilamiz O'zbekiston Respublikasi bo'ylab, ya'ni dori vositalarini retsept bilan sotish tartibi joriy qilinyapti. Bugungi kunda Toshkentda, yana bitta regionlarda, yaqin kunlarda esa butun respublika bo'yicha bu narsa tartib amal qilishni boshlaydi. Endi javobgarlik masalasi yuzaga keladi bu yerda. Javobgarlik ham juda kuchaytirildi. Endilikda o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 165 prim 1 moddasiga o'zgartirishlar kiritildi va endilikda yangiliklarga asosan o'sha ba'zi hisoblash miqdorini 200 baravargacha jarimaga tortilishi mumkin. Aynan o'sha dorilarda retseptsiz sotib turgan tashkilot, ya'ni apteka bo'lishi mumkin, farm kompaniya bo'lishi mumkin va hokazo. Endi agar ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin yoki ko'p miqdorda birdaniga o'sha dori vositalarini retseptsiz sotganlar uchun bular uchun to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlik belgilangan. Jinoyat kodeksining 186 prim 3 moddasiga asosan endilikda jarimalar ba'zi hisoblash miqdorini 300 baravarigacha bo'lib, ozodlikni cheklash va ozodlikdan mahrum qilish, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishgacha ham jazolanishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, aptekaga kirganda agar siz dori so'rasangiz, yo'q, bera olmaymiz dori, retsept olib kelsangiz retsept bilan beramiz deganda aptekar bilan urushib, provizorlar bilan gap talash kerak yo'q. Ular sizga dorini retseptsiz sotganlik uchun javobgarlik masalasi juda ham kuchli qilib belgilab qo'yildi. Shuning uchun do'stlar, videoni tanishlarga jo'natib qo'yinglar. O'sha aptekadan kirib dori olib turgan tanishlarga qonun hamma uchun bir, hammamiz amal qilishimiz kerak. Bu tizimni joriy qilishni hammamiz birgalikda harakat qilib olishimiz kerak. Tushunamiz, dori tez kerak bo'ladi, boshqa kerak bo'ladi. Masala yo'q, retseptni olib keling va dorini olib ketishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting.